Karl Gustav Jungning shunday bir gapi bor. Hech kim boshqa birovni muhokama qiladigan darajada mukammal emas. Hayotda hammamiz xato qilamiz. Kamchiliklarimiz, nuqsonlarimiz, noto'g'ri qarorlarimiz bor. Hech kim mukammal emas. Chunki mukammallik inson tabiatiga ziddir. Ammo ba'zilar o'zlarini benuqson deb bilib, boshqalarni muhokama qilishdan tortinmaydi. O'z kamchiliklarini, xatolarini, nuqsonlarini ko'rmaslikka oladi, unutadi. Lekin gap boshqalarga kelganda eng keskin tanqidlarni qilishdan qaytmaydi. Holbuki inson boshqalarni muhokama qilishdan avval o'z xatolarini tan ola bilishi, kamchiliklarini qabul qilishi kerak. Boshqalarning nuqsonlariga e'tibor qaratish o'rniga inson o'zini takomillashtirishga harakat qilishi lozim. Chunki asl fazilat xatolarni ko'rib muhokama qilish emas, balki xatolarni tushunib yaxshiroq inson bo'la olishdir.